Mana akalarimizga diska baranani sotdik. Paxtavodda Uyg'uriga ekan, mana bana boshlig'imiz turibdi. Traktorlarga mana ulanyapti, xudo xolasa. Sanayotganlar olyapmiz. Xo'p, mana Paxtavodda Uyg'uriga ketyapti mana. Nimaga sanab chiqaylik deyapti, halinaqa. Pulni o'tkazar. Ha, soxtami yo'qmi biladi u apparat. Xo'p, mana xudo xolasa yan baxt ochilib ketdi mana. Bu safar akalarga berdik. 5600 qilib berdik. Yani keyingi safar yo $100 arzon, yo $200 qimmat bo'lishi mumkin. Yo'llar kelish hisobiga 2026-yili narxlar o'zgarishi mumkin, lekin aniq emas. Keyin telefon qilaverasizlar. Ancha-muncha narx-navolarni xudo xolasa ko'tarmaslikka harakat qilamiz, iloji boricha. Mana do'stlar, hop, traktorlarni yuklayapti. Zimyan, понял? Okey? O'zlarini traktorini minib keldi, Belarus mana. Hop, Belarusda zapchaslari hamma yo'g'i bor, to'g'ri, lekin ham bizning traktordan sifati xudo xolasa zo'r. Kerak bo'lsa kelaverasizlar, mana traktorlarimiz ham bor, nomochlar ham bor. Belarusda nomi chiqqan, zapchaslari yetarli, shuning uchun ko'pchilik qiziqadi, to'g'ri. Mana bizni diska baranamizni ko'tarishdi, mana zapchaslarni qo'yildi. Sorry, I told them I'm not